o'zi siz asli blogermisiz yoki shu kafeda asoschisimisiz yoki intervyuchimisiz? Men siz profilingizni ko'p kuzataman. Yo'ga vaynlar qilib turasiz, yo'ga o'zingizga o'xshagan biznesmenlar oldiga borib intervyu ham qilasiz. Sohis. Aka, o'zi hobbimiz blogerlik, lekin tadbirkorlikka o'tganmiz hozirda. Tadbirkorlikdan tashqari bo'sh vaqtlarimizda hobbi bilan ham shug'ullanib turamiz. Meni bilishim bo'yicha birinchi bu ishni Koreyada boshlagan, shunaqami? Kafe, restoran biznesimi yoki blogerlikmi? Kafe, restoran biznesi. Yo'q. Blogerlikni Koreyada boshlaganman. Kafe, restoran biznesini shu yerga kelib 1 yildan keyin boshladim. O'ta go'zal. O'ta go'zal. Brendingiz nomi. Hozir biz o'sha Toshkent shahar Seul Mall'damiz. Seul Mall'damiz. Bundan Andijonda ham bor. Andijonda ham bor, bu ikkinchi filial. Xo'p, aka, bu biznes bir oyda qancha daromad olib keladi? Aynan Seul Mall'dagisini hali hisob kitobi chiqqani yo'q. Bir oyda qancha daromad olib keladi yoki qancha minus olib keladi. Asakadagisi o'sha Andijondagisi haqida ayta olmayman. Bir oyda 3000-4000 dollar atrofida pul olib keladi. Xo'p, Seul Mall'dagini sezon paytida daromadni aytmadingiz. Hech bo'lmasa rasxodini ayting. Bitta magazin arendasi qancha bitta? Bu yerda arendasi hozir shu 35 kvadratga 1000 dollardan oshib ketadi. 1000 dollardan oshib to'lanadi. Joyda arendasi 1000 dollar deyapsa, shunchalik o'yimcha, battar remontiga qancha bo'lib ketgan? Bu yerda remontiga bir 3 pachkaga yaqin ketdi. 3 pachka. 3 pachka ko'rinmayapti yoki 3 pachka 30 000 dollar pul bo'ladi aka. 3 pachka. Shunaqa mo'lar taylari turibdi aka. Ha, ichiga bekitib bergansiz. Nice. Оборудованиялар bor aka, холодильникlar bor bu yerda. Frezerimiz o'zi mana 3000 dollarga yaqin pul turadi bitta frezerni o'zi. Usta haqqi. Bu yer nol holatda edi, korobka holatda. Yoshlarga bitta maslahat, motivatsiya bering, shunaqa biznes ochsa bo'ladimi yoki boshqa ish qilsinmi? Yoshlarga biznes qilsin yoki boshqa ish qilsin, nimadir qilsin emas, o'zi yaxshi ko'rgan ishni qilsin deymiz shu. O'zi yaxshi ko'rgan ishni qilsin yoki o'zi yaxshi ko'rgan ishni topolmayotgan bo'lsa, qilayotgan ishini yaxshi ko'rsin. Oldinga qo'ygan maqsad va rejalaringiz qanaqa? Oldinga qo'ygan maqsad va rejalarimiz, xudo xohlasa, mana shu o'ta go'zal brendini dunyo miqyosidagi brendga aylantirish. Shu maqsad. Xo'p, olgan bloklaringiz, vaynlaringiz, kontentlaringiz ichida o'zingizga yoqqan bittasi. O'zimga yoqqanlari, to'g'risi oldingi videolarimni men cringe deb hisoblayman. Prosmotr uchun yoki qanaqadir, lekin kreativ bo'lgan, qanaqadir O'zbekistonda unaqa mavzuda olinmagan videolar bo'lgan. Bu hozir yoqmaydi menga ular. Intervyularim yoqadi. Kim bilan intervyu qilgansiz? Zo'r misol, o'z shu odamdan motivatsiya olgansiz. Kim bilandir intervyu qilgansiz, puli ko'p odamlar bilan intervyu qilgansiz. Ko'rganman. Ha, shundan motivatsiya olganingiz kim? Misol uchun Sanjar aka bor, o'zi Andijonimizda Sehat degan klinika asoschisi, o'sha rahbari. Shu Sanjar akadan ancha motivatsiya olganman, chunki ishlarini joyiga qo'yib, o'zi hozir yaxshi ko'rgan ishi sayohat bilan shug'ullanib yuradi. Shu aka bilan gaplashib, maza qilaman. Bo'ldi aka, sizga katta rahmat. Sizga Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling.